Voy. Yomg'ir. Voy. Nima qilganingiz bu? Yomg'irda bir o'zingiz qanaqa ketasiz? Siz olib ketgani keldim. Kechagi voqeadan keyin sizdan menga hech narsa kerak emas. Tushundingizmi? Nimaga ekan? Chunki qachon siz meni qarshimdan chiqsangiz, boshimga nimadir balolar kelyapti. Bu meni aybim emas. Taqdir bizani uchrashishimizni xohlagandir. Rashid, Doim asabimga tegib yo'limdan chiqib yotibdi. Lekin shu tentak qarshimdan chiqishi bilan yuragim g'alati uradi. Xudoyim, shuni mendan uzoq tutgin iltimos. Voy xudo. mayli to'xtang. Meni niyatim jiddiy. Keling bir-birimizga imkoniyat berib ko'raylik. Yaxshi. Yuring endi. O'rtoq, bemalol joylashib ol, ha? Meniyam uydagilaringni yonida xijolat qilib qo'ydimi? Yo'q, bu nima deganing? Meni uyim seni uying hisoblanadi. Ijaraga uy topishim bilan chiqib ketaman. Xohlaganingcha yashur, xo'p? To'xta. Kam bo'lsa ham olib ro'zg'orga ishlatib tur. Ol, bu nima qilganing? Men sendan pul so'radimmi? Men unaqa birovga og'irligim tushishini xohlamayman. Rahmat senga. Hammasi uchun. Rahmatga hojat yo'q. Sen meni eng yaqin dugonamsan.